Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biza 16-fevral kuni 2025-yil savdo ko'chma savdoga yer taklifi kiritganmiz. Mana qo'yilgan raqamlarga hammasiga bittadan telefon qilib chiqyapman. Nima sababdan 5 ish kunida xulosalar berilmaganligi sababli deb. Mana kadastrdagi bolaga telefon qilyapmiz. Muhammadov Mironshohga. Bu kishi aytibdilarki, hozir men boshqa yo'nalishda ishlayapman. Men nomerim qo'yilgan bo'lmasam dedimki, boshlig'ingizga ayting, mana shu mas'ul odamni nomerini qo'ysinlar bu yoqda deb. IB tomoniga telefon qilyapman, u kishi umuman telefonlarni ko'tarmaydi. Qurilish boshqarmasiga telefon qilyapmiz. Bu kishi aytibdilarki, meni tizimimga hali kelmagan bunaqa yer taklifi yo'q deb. Mana shunaqa bahonalar bo'lyapti. Aslida olganda Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq 5 ish kunida har bitta murojaat xulosalari berilishi shart deb belgilab qo'yilgan. Lekin mana ko'rayotganingizdek 16-fevral kuni berilgan. Qarib 1 oy bo'ladi berilganiga yer taklifi. Hozirga qadar mana yer taklifini xulosalari berilmagan.